Mana shu muammoni menga kecha juda ko'pchilik yozibdi. Qaranglar, zakripka vaqtida nima sababdan matoni tortishtirib tikadi, hatto ip uzib yuboradi, nina sindirishigacha olib keladi deyshadi. Kechagi savolda endi shunaqa gaplar bo'ldi. Mana endi shuni batafsil juda ham sirli joyi bor. Kichkina sirli joyini o'rganib olsanglar, maza qilib mashinangizni o'zingiz tuzatib olasiz. Bu juda ham oson. Mashina qulog'ini aylantirib, ninani sekin pastga tushirasiz. Ninani uchi mana shu temiriga to'g'ri kelganda, yaxshilab e'tibor bering. Ninani uchi mana shu joyga to'g'ri kelganda, tishlariga e'tibor berasiz endi. Tishini orqa tarafi balandroq turibdi. Mana shu eng katta sababi. Materialni tortishtirishini sababi shu. Oldi bo'lsa juda ham chiroyli holatda turibdi. Mana shuni hozir sizlarga pasaytirishni o'rgataman. Chevarlar, qaranglar, sizlar juda ham ajoyib sahifaga obuna bo'lgansizlar. Beminnat zo'r videolar chiqib boryapti. Mana shu joyi o'zida 3 ta ligirovka qiladigan joy bor. Sizlarga hozir asosiysini o'rgataman. Keyingi videolarimda sekin-sekin ayibiga qarab qo'yib boramiz. Mashinaning ayibiga qarab. Mana shu boltni bo'shatasizlar. Shu boltni yaxshi kuchli отвертка bilan foydalaning, qiynalishingiz mumkin. Shu yerda bo'shatganingizda mana yaxshilab e'tibor bering. Bo'shatganingizda o'z-o'zidan mana shu oraliq tarafida ip o'tgan joyi bor. O'zi bo'shab qoladi mana shu narsa. Orqa oldiga, mana qaranglar, orqa oldiga qimirlatganda ko'ryapsizlar, tishini orqasi pasayyapti. Mana shu holatda biroz oldiga burab qo'ysanglar bo'ldi, tishi teng bo'ladi. Ko'rdinglar mana? Tishlari teng holatga keldi. Yana yaxshilab esingizdan chiqmasin, qatiring buni, mahkam qatiring. Oldingi chokini ko'rishinglar mumkin. Endi yangi tikib ko'ramiz. Bizni eski Tikuv Life sahifamiz o'chib ketdi. 400 dan oshiq beminnat videolar qo'yib borgan videolarim polni yo'qqa chiqdi, lekin hali juda ham zo'r videolar oldinda. Ko'rishinglar mumkin. Tikuv Life sahifamizda yangisiga obuna bo'lib qo'yinglar. Ideal holatda yana qanaqa muammolaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozinglar.